Sen ota onangga qarayver, voy qaraniydik payg'ambarning do'sti bo'lib jannatda birga bo'lasan. Qo'y oldi qochdilarni, qo'y har xil gaplarni. Seni dunyoga kelishingga sababchi bo'lib bir parcha etligingdan boqqanlarni Alloh 40 ta oyat qilib olib keltirib qo'yibdi 7-8 ta surada. Bandamni esdan chiqib qolmasin. Savshani bajar. Bu yerdagi hayotingni chiroyli o'tishini, yaratganim senga o'zi to'g'ri yo'lga boshlab qo'yganini o'zing bilmay qolasan. Vala tanharhuma, ularga do'qqima, jerkima. Ko'ryapmiz aslar. Tuppa-tuz yigitlar otasiga unaqa qilmay, mana